Ikkalamizni o'rnimizni alishtirsak. Keling, siz stilist bo'lasiz. Men siz oldingizga kelgan klient bo'laman. O, sevinch kofega rahmat. Неизвестный абонент. Allo. Assalomu alaykum, Kamol opa, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Rahmat. Men svadebniy obrazga yozdirmoqchi edim-da. Nomiga qilib bersangiz bo'ldi menga, kam qilib. Sal arzonroq qilib bering. Mana shu gapinglarni rosa yaxshi ko'raman. Sal yo'qki qilib arzonroq qilib, o'zi ro'moli, makiyaji, shapkasi ichida qilib beraman qizlar. Yo'qki qilib berasiz, nomiga qilib. Nomiga qilsa ko'p narsa ketmaydi. To'g'ri. Arzon bo'lishi kerak-da. Biz bo'lmayman, shunaqa sen charchaganman, shunaqa savollardan. Siz yaqin o'rtadamisiz? Hozir bo'shmisiz? Endi o'qishdan chiqdim-da. O, как раз. Bo'sh bo'lsangiz, unda yetib keling, menga 10 minutlarda probniyni qilamiz, bo'ladimi? Xo'p, bo'ladi. Bir probniy makiyajni qilib ko'rsataylik. Keldim, Kamol opa. O, birpasda yetib keldingiz, keling. Qarang, kelin obraziga keldingiz, probniyga. Bitta narsani sizdan iltimos qilib qolardim, agar rozi bo'lsangiz. Ikkalamizni o'rnimizni alishtirsak. Nimaga desangiz, shunaqangi charchadim shu savollardan. Lyo'qki ton bo'lsa, ortiqcha narsa ishlatmaysiz Kamol opa, lekin arzonroq qilib bering deyishadi, to'g'rimi? Shu narsani o'zingizda his qilib ko'ringlar deyapman. Siz menga lyo'qki ton qilib, aytganimdek qilib berasiz, men sizga o'sha pulingizni beraman. Agar siz aytgan narsani cho'tki qilib bersangiz, men sizga kelinlik obrazini tekinga qilib beraman. Qani? Mayli. Bo'ldimi? Boshladik bo'lsa. Boshladik. Yetadi mana shu. Yetadi. Yorib tashlayman, Ha, ko'rasiz. qani ko'ramiz. Voy. Ketmadi-yu. Kam-ku mana. To'xtay hozir yana olaman ozgina. Voy, kam ishlatishingiz kerak siz. Bo'ldimi? Mashtonmi? Da, yana ozgina qo'shaman. Rozoviymi? Ozgina ishlating. Mana kiprigim bor, ko'rdingizmi? Ancha arzon tushadi-da. Yaltilloq qani, uni yaltillab turmayman. Hozir Rozoviymi? Kam suring. O'zingiz nomiga makiyaj xohladingiz-ku, shunaqa qiling-da. O'zingiz xohlagandek qiling-da. ja sizniki bo'yantirib olmayman-u. Nimaga endi voy? Mana eplamanman lekin. Mana shu makiyajni qilib beraymi sizga? Tekinga qilib beraman. Voy, yo'q, nega siz Ay, yashang. vizajistsiz-u yaxshiroq. Voy. Agar mana shu lyo'qki svadebniy obraz bo'ladigan bo'lsa, sizni tag'in ham baxtingizga kipriklarim bor, narashka. Voy qizlarjonlar, yorib orasizlar-da. Ozgina ton, ozgina kiprik, Kamol opa, ozgina pulini arzon qilib. Mana ahvol. Undan ko'ra uyingizda tekin o'zingizlar qilib keta qolinglar. Ayla. Duyulur havada, doya doya.